Do'stlar akalar, do'konimizda yana bir yangilik, yana bir aksiya. Bundan oldingi postlarimizda qo'ygan edik, do'konimizga yangi emlashganimiz kelgan edi. Shu emlashganimizlarni tezroq xalqqa bildirish uchun aksiya qilib qo'ydik. Xo'p, 6zasi 33 ming so'm sotilardi, 28 mingdan qilib qo'ydik donasini. Xo'p, 6 esa 28 ming so'm sotilardi. Buni 24 ming so'm qilib qo'ydik. 8 razmerdagilar esa 31 ming so'm sotilardi, 26 ming so'mdan qilib qo'ydik. Ko'rishingiz mumkin, shunaqa defekti aybi yo'q. Zavod mahsuloti. Shunchaki tezroq odamlarga bildirish, sifatini ko'rsatish. Bu ish qanaqa xonadonda bosilgan yoki qo'lda qilinadigan mahsulot emas, zavod mahsuloti, stanoyda bosiladi hammasi. Buni qilishimizdan maqsad xalq mazza qilsin deb qo'yishadi, xuddi o'shanday tezroq mahsulotimizni, yangi tovarimizni haqqa bildirishlik. Kim shunaqa sifatli kanizlarni biz qilib bergan narxdan tushib beradigan bo'lsa, biz u qilib bergan narxdan ham tushib beramiz. Kelaverasizlar.